Matbuot anjumanining ikkinchi qismini boshlaymiz. Unda Sho'rtan jamoasining bosh murabbiyi Asror Aliqulov ishtirok etmoqdalar. Asror aka, bugungi o'yin haqida fikringizni bildirib o'tsangiz. Assalomu alaykum. O'yinga tayyorlanish jarayonida G'azalken jamoasi oxirgi bir nechta o'yin yaxshi o'yin ko'rsatdi. O'ziga kerakli bo'lgan natija ko'rsatib kelyapti. O'sha uchun futbolchilarni uqtirgandik bu jamoaga. Yaxshi tayyorgarlik ko'rish va yosh ko'rib ularni mensimaslik qanaqasi bo'lmasligi, og'ir o'yin kechayotganligini, afsus o'yin kurashlarga boy bo'ldi. Qaydadir kichik vaziyatlar yaratdik. Ikkinchi bo'lim jamoa 10 kishi bo'lib qolib ketdi. Qarshi hujumda biz jazoladi. Aytish mumkin, bu yerda bo'shashdi, xarakter ko'rsata olishmadi. Oxirgi sekundlarda G'azalken yaxshi himoyalandi. Bo'ydor, yosh bo'lishgan bo'ydor futbolchilar ko'p. Ikkinchi qavatda ham biz ustunlikka erisha olmadik. O'sha uchun bugungi mag'lubiyat uchun muxlislardan uzr so'raymiz. Savollaringiz? Asror aka, bugungi o'yinda raqibni mensimaslik kuzatdingizmi shogirdlaringizda? O'shani evaziga o'yin oxiriga kelib qandaydir jamoaning o'yini chiqmadi deb ayta olasizmi? Endi oxirgi 10 kishi qoldi. Bu G'azalken jamoasi chuqur himoyalandi. Biz to'p bilan yurib uzun pas, o'zimizni hujum chizig'idagi bo'lgan futbolchilarga pas uzatish va kenglikda bo'lgan futbolchilarga pas uzatib va hujumni qanotlardan qilishimiz kerak edi. Afsus, ko'ryapsiz, oddiy holatlarda ham pas ham uzata olmay qoldik. Oddiy holatlarda to'pni yetkazishda xatolikka yo'l qo'yganmiz. O'sha uchun bugungi bunaqa holat o'ylashimcha bu ko'zga ilmaslik ham endi oddiy to'p oshirish futbolchi uchun qiyin holat emas. O'sha uchun bugun juda aytish mumkin muxlislar oldida bunaqa futbol ko'rsatish murabbiy sifatida jamoa uchun ham uyat bo'lishi kerak. Asror aka, bitta vaziyatda mana shu qizil kartochkadan keyin biz ko'pchilikimiz bemalol endi bu yo'lga harakat qila olamiz degan maqsadda va mayxotir o'yin kuzatildi-da jamoangiz tarkibida. Haqiqatan ham mana shu yerda siz jamoani kuchaytirish maqsadida G'anshir Qodirovni, Islom Kenjaboyevni chiqardingiz. Ular qanchalik darajada sizni ishonchingizni oqladi o'sha? Endi bugun G'anshir Qodirov oxirgi bir nechta o'yin o'z gollari bilan jamoaga g'alaba keltirdi. Bugun ham umid qilib uni tushirdik. Afsuski bugun uni ayrim holatlarda to'pni ushlab qola oldi va bu yaxshi hujum holatida qizil kartochka olgan joyda jarima zarbasi tepish holatini olib keldi. Lekin afsuski 16 metrdan jarima zarbasi Nurdin tomonidan juda yomon qilindi. Shuning uchun qolgan tomonlamada G'anshir bugun G'azalken himoyachilari unga imkoniyat berishmadi. Asror aka, bitta savol. Demak, Arab hozir birinchi o'rinda ketyapti. To'plar nisbati bo'yicha ular jamoangizdan ancha oldinga qarab ketib qoldi-da. Buni to'g'rilashda nimalarga ahamiyat berish kerak deb o'ylaysiz? Endi hozir ham 3 ochko ham qolyapmiz. To'plar nisbati ham biz bu hujum qilish variantlarida ishlagan vaqtimizda futbolchilardan ayrim holatlarda sal jahlimiz chiqadi, ulardan talab qilamiz. Bugungi holatlarda bu darvozaga to'p tepilayotgan holatlarda ko'p ham kuchga emas, bu aql ishlatib to'p qaysi holatda darvozabonning qaysi holatga olishiga bugun ko'ryapsiz, shu tomonlama ham bizga ancha narsa yetishmadi. Bugun ham Yura Klachkov ham o'zini uncha ozroq jarohat olganday ko'rindi va u ham bugun jamoaga ko'p yordam bera olmadi. Birinchi bo'lim bitdikdek vaziyatlar yaratdik, lekin umuman olganda bugun hujum chizig'idagi futbolchilar o'zini yaxshi ko'rsata olmadi. Hozir o'rtada tanaffus bo'ladi-da, o'sha chempionatda. Bu tanaffusda rejalaringiz? Endi bizga birinchi navbatda bu hozirgi Pro Ligani ko'ryapsiz. Bosim,
ko'proq futbolchilar bosim o'zini ayashmaydi, yuqori temp, o'sha uchun o'sha tempga bardosh bera oladigan biz ayniqsa o'rta chizig'imiz bu sekin futbolchilar, o'sha uchun o'rta chizig'ini kuchaytirishimiz va hujum chizig'ini ham kuchaytirishimiz kerak. Bu navbatda yuqori tempda o'ynaydigan tezkor futbolchilarni jamoaga qidiryapmiz, taklif qilish niyatimiz bor. Savollaringiz yana? Rahmat sizga. Rahmat.